Zor məğlubiyet. 20-ci əsrdəki kommunizmның gülлинişi və ھالاكىتى. ئاپتورى زبىگنېۋ برېزنىسكى. 9-cı bab Polşa cəmiyyətining o'zini azad qilishi. Polshada Sovet İttifaqının kontrollıqı hamda Sovet İttifaqıçı tüzülmə ən çoğ islahat və ən küçlük xırsqı duch keldi. Bu nuqtaningmi hayron qolg'uchiligi yo'q. Polsha Sovet İttifaqı hukmronligidagi Sharqiy Yevropa davlatlarida zimini eng cho'ng mutlaq ko'p qism aholisi birli millatdan tarkib topgan davlat. Polshaning yaqinqi zamon tarixi Sovet İttifaqının hukmronligiga qarshi turish tarixi deyishga bo'ladi. Polshaning qo'shnilari va koni dushmaniga o'xshamaydigan yeri Rim katolik diniga e'tiqod qiladi. E'tiqodning roli millatchilik engini kuchaytdi hamda bu xil anga kommunizm ideyasi bilan tubdan o'xshamaydigan nazariya ato qildi. Polsha jamiyatida va tarixda yuz bergan cho'ng kichik voqealarning hammasi degudak Moskvaning Varshavaga majburiy tangan kommunizm tuzilmasiga qarshi suiqasdlar edi. Suiqasd faqatla adabiy so'z emas. Bu so'z bugungi polshaliklarning Polshada ustunlikni egallagan kommunizm tuzilmasi va Sovet ittifoqiliklar majburiy tangan tangsiz munosabatga qarta pozitsiyasini to'g'ri tasvirlagan edi. Ruslarning 125 yil qul qilishiga uchirganlikdan maxfiy qarshilik ko'rsatish polshaliklarda cho'nqur yildiz tatgan an'ana bo'lib qoldi. Bu xil qarshilik polshaliklarning milliy psixikasiga singib ketgan. Polshani o'zliksiz parchalab etish g'arziga qarshi turish, o'zining milliy aloyidaligini saqlash uchun polshaliklar xoslashgan milliy mavjudlik shaklini qo'llanishga majbur bo'ldi. Ular milliy engini azroqli ifoda qilsa, dahshatlik bostirishlardan saqlanish uchun yoshurun harakat qildi. 19. asrda Rossiyaliklar polshaliklarni dahshatlik azdi. Shunga polshaliklar 20. asrda kommunizm ta'limotiga uzungacha qarshilik ko'rsatdi. Kommunizm polshaliklarning o'zining an'anasi va diniga qarshi ta'limot, yana koni dushmani ruslarning Polsha jamiyatiga majburlik bilan ko'chirib kelgan ta'limoti. Stalinizm umumlashgan azobli yillarda qullarcha bosh ekkan Polsha Kommunistik partiyasi hukmronlik guruhining ichki qismidami Rossiyaga qarshi kayfiyat paydo bo'ldi. 80-yillarning beshida jasoratlik va farosatlik Polsha muxbiri Teresa Turanska ayni yili Stalinizmni yo'lga qo'ygan Polshaning eng yuqori rahbarlik qatlamidagi eng oxirgi bir turkum hayot kishilarni, ya'ni ayni chog'da qerib ketgan bir qator ishkirlab ziyoratlarni qildi. Bu ziyoratlarning mazmuni dastlabki kitob qilinib, maxfiy tarqitildi hamda muvofiq holda ular deb ism qo'ydi. Kitobdan ko'rvilishga bo'ladi-ki, hatto Stalinizmchilarmi Moskvadan qattiq bezor bo'lgan. Ular boshqalarni Moskvaning quli deb qolmay, bir-birini o'zaro ichki ishlar xalq komiteti, ya'ni keyingi KGBning bevosita vakolatchisi deb ayblashdi. Teresaning qarashicha, ularning har biri o'zini Polshaning qutquzg'uchisi deb tamanna qo'ydigan bo'lib, o'zini Polshani Sovet ittifoqining yutib olishidan saqlab qolishda hal qilg'uch rol o'ynadiq deb qaragan. Texmi muhimi millatchilik xohishi izchil, nihoyat kuchli bo'lganlikdan Polsha Stalin davrida bir qism milliy avtonomiya huquqi va haqiqiy muhim ziminlarni boshdan oxir saqlab qoldi. Saqlab qolganlarda eng muhimi Rim katolik dini jamiyati edi. Ilm sohasidagilarmi bir qism avtonomiya huquqini saqlab qoldi. Ammo intayin cheklik edi.
1956 yıldan keyin dehqonlar chidash tas bo'lgan azobli sinoqdan qutulib chiqdi. Polsha yezigiliki jihatda Sovet ittifoqi andisidagi kollektivlashtirishni endi majburiy yo'lga qo'ymaydigan bo'ldi. Shundaq qilib, davlatning siyosiy va nazariya jihatda jamiyatni kontrol qilish doirasi zo'r darajada taraydi. Buningdan sirt jamiyatda hamisha stixiyalik hodislar bo'ladi. Ya'ni kishilar yoshlarga polshiliklarning 2 dunyo urushida maxfiy harakatlarni qanday qilganligi, natsistlar va Sovet ittifoqi tajovuzchilariga qarshi turish tarixini yetkazib berdi. Bu usul muhim rol o'ynadi. Kommunistik partiya hokimiyati bundaq qarshilik ko'rsatish harakatini haqorat qildi. Mundaq qarshilik ko'rsatish an'anasi va bergan qurbonliklar urushdan keyingi bir avlod yoshlarga nisbatan jalb qilish kuchi bor edi. Bu yoshurun, untinsiz suiqasd xarakterdagi zo'r ko'lamlik qarshilik kuchni saqlab qolishga foydali bo'lib, ma'naviy jihatda kommunizm ta'limoti tarafidan assimilyatsiya bo'lib ketishdan saqlab qoladi. Mundaq pasib qarshilik ko'rsatish polshiliklarning texmi ulug' nishoni bo'lgan jamiyatning o'zini azod qilishini hamon bir kuni amalga oshirdi. Bu kun 1970-yillarga borganda oxiri yetib keldi. U chaqda kishilar umumyuzlik holda hozirgi mavjud tuzilmaga xom xiyolda bo'lmaydigan bo'ldi. Ammo dastlabda kommunistik partiyaning ba'zi ijtimoiy islohot tadbirlarini madiylaydigan ijtimoiy qatlammi eng oxirgi Sovet ittifoqi va Polsha hokimiyati jamiyatining ilgarilishidagi to'salg'u deb qaraldi. Ziyolilar intayin norozi bo'lib, butunlay g'arbga egishib ketdi. Har bir g'oyilik ilm ahli va ijodiyatchi san'atkorlarning eng cho'ng orzusi g'arbga berib bir mazgil turish edi. Ular Sovet ittifoqini hech nimasi yo'q namrat deb qaraydi. Amerika yordamidagi madaniyat va ilm-fan almashtirish faoliyatlari bo'libmi Ford fondining necha yildan buyon yordam bergan har xil almashtirish faoliyatlari muhim ta'sir paydo qildi. Polsha hukumatining o'z davlatining madaniyati bilan sharqdagi qo'shnisi Rossiyaning madaniyati bilan biriktirib tashlashni maqsad qilgan 20 yillik tirishchanligini yo'q chiqardi. Dastlabda yangi jamiyat qurish g'oyasida beshi aylanib ketgan Polsha yoshlari bugungi kunda bu asabiy ideyani cho'rib tashladi. G'arbning yangi turmush shakli, texnikadagi ilgirilishi va madaniyatdagi izdinishi ularning ko'zini ochib qo'ydi. Qalbi kuchli talpindi. Azodlikqa erishgan dehqonlar birdak katolik murtlar bo'lib, an'anaviy dunyo qarshini saqlab keldi. İşçilar sınıfının siyasi pozisiyasının o'zgarishi eng cho'ng bo'ldi. Gerçi urushdan ilgari yezi egiligini asos qilgan Polsha jamiyatida ishchilarning soni oz edi. Ammo ular cho'nqur ishchilar birlashmasi eqimi va umumlashgan sotsializm xohishiga ega edi. Polsha Sotsialistlar partiyasi Polsha milliy gülünüş ko'rishida eng oldida turadi. Hamda 2 dunyo urushidagi maxfiy harakatlarda muhim rolini joriy qildirdi. Urushdan keyin Kommunistik partiya Sotsialistlar partiyasini bitchit qildi. Sotsialistlar partiyasining qoldiq xodimlari butunlay Moskva kommunizmi kontrolligidagi hokimiyat yurgizguchi partiyaga qo'shib o'tildi. Keyin hokimiyat yurgizgan bu partiya urushdan keyingi sanoatlashishni amalga oshirib, ilgirki dehqonlarni yangi bir avlod ishchilar sinfiga aylantirib qo'ydi. Ular kommunistik partiyaning ideyasi va tashkillik rag'batlantirishini nisbatan oson qabul qildi. Eng aniq bir misoli 1956-yili Poznandagi ishchilar isyon ko'tardi. İsyanni yeshcho'ng, an'anaviyligi va siyosiy engi nisbatan kuchlik peshqadam ishchilar qo'zg'agan. Bu qitimqi isyon
Komulka rəhbərligidəki Sovet İttifaqıga ancha bo'ysunub ketmaydigan kommunistik hokimiyatni Varshavada taxtga chiqardi. Yeni bir avlod sanoat proletariatlarida to'planğa qaytargan inkas ancha cho'ng bo'lmadi. 1970-yillarga kelganda intayin mo'yum ikki yuzlanish vaziyatda jiddiy burilish yasadi. Aldı bilan yeni bir avlod sanoat proletariatlari o'zining siyosiy engini paydin-pay shakllantirdi. Bu an bilan dastlabki Polsha sotsializmining an'anaviy ideyasi bilan nisbatan o'xshab ketadi. Ammo mazkur sinf dehqonlardan kelib chiqqanlikdan kuchlik diniy ideyani singdirdi. Ikkinchidan, proletariat sinfi sotsial-demokratik xohishiga ega hamda siyosiy jihatdan kommunistik partiyaga aktiv qarshi turadigan ziyolilar bilan yangi munosabat o'rnatdi. Bu bir qudratli ittifoq. Hozirgi siyosatning o'rnini basalaydigan aniq programma o'ttirg'i qo'ya oladi. Siyosiy besim tushira oladi. Buningdan sirt kuchlik Rim katolik diniy jamiyati yordam qo'lini sundi. Bu diniy jamiyatga obro'yliq episkop kardinal Brzezinski rahbarlik qilgan. Polsha kommunistik partiyasining rahbarlari mo uningdan ayminatdi. Haqiqiy sehriy kuchidan halqigan ishchilar rahbari Lich Valisa paydo bo'lishi bilan ijtimoiy iqimlar to'sib bo'lg'ili bo'lmaydigan dağ-doğu paydo qildi. Uning siyosiy sarguzashtisi va siyosiy jihatda pishib yetilish jarayoni dal bir ijtimoiy iqimning ixcham ko'rinishi edi. U dehqon oilada tug'ilgan. Diniy kayfiyat intayin qo'yiq muhitda cho'ng bo'lgan. Polshaning urushdan keyingi sanoatlashishi uni Gandanik portining dok ishchisiga aylantirdi. U shahardagi proletariatlarning uzun muddatlik namrat holatidan qattiq norozi bo'ldi. Mansabparast, shaxsiyatchi kompartiya kadrlarining alayda imtiyozli bo'lib olishiga, huquqni qalaymaqan ishlatishiga ko'nalmadi. Shunga u e'tiqodini o'zgartib, kommunistik partiyaga qarshi turishga boshladi. 1970-yillarning boshlarida dok ishchilari bilan saqchilar orasidagi qonliq to'qinish uning siyosiy masalalarni tafakkur qilishiga turtki bo'ldi. Eng oxirida ilm sohasidagi bir turkum siyosiy faoliyatchilarning qo'llashida Vatisa oxiri Polshani zilzilga solgan hamda butkul dunyoning diqqatini tortgan harakatning rahbari va vakillik shaxs bo'lib qoldi. İttifaq işçilar uyuşması degan harakatning nomining o'zimi mo'yim simvollik ahamiyatga ega edi. Hokim mutlaq hukmronligining mohiyati barliq stixiyalik siyosiy turmushni yo'qotib, jamiyatdagi kishilarni bir tal yakkaga parchalashtir. Maqsadi har bir odamni tanho holda butkul tuzilmaga yuzlantirib, kishini yakki yiganliq his qildirish hamda gangrash tuyg'usiga selib g'azablanishga jur'at qilsimi, o'ng chiqarishga jur'at qilolmaydigan qilib qo'ydi. İttifaq ishchilar uyushmasi buning bilan tubdan o'xshamaydigan tashabbusni o'ttirg'i qo'ydi. Bu uyushma o'rtaq ong, kollektiv ishonch hamda o'xshamagan jamiyat qatlami va sinflarning birlashmasini tashabbus qildi. Bu bir yep-yangi soha edi. İttifaq ishchilar uyushmasi keng urush sepida kompartiya hokimiyati bilan kuch sinishishga boshladi. Ideologiyada ishchilar uyushmasi dinning kuchiga tayandi. Demokratiyani ta'kidladi. Vatanparvarlik burchini qat'iy ado qildi. Tashkiliy jihatdan butun mamlakatni qoplagan organlarga hamda ziyolilar, yoshlar bo'libmi diniy jamiyatlar qurgan ittifoqqa tayandi. İttifaq ishchilar uyushmasi yana kommunizm tuzilmasidagi ko'zga ko'rinishlik kamchilikdan foydalandi. Polsha kommunistik partiyasining rahbarlari 70-yillarning beshida G'arbdan 30 milliard Amerika dollar qarz olgan edi.
Bu g'oyat zo'r so'mliq qarz aslida iqtisodga hayotiy kuch ato qila oladi. Ammo iqtidorsiz va cherik bo'lganlikdan kompartiya rahbarlari bu pullarning hammasini bekordan bekor isrof qilyapti. Bu sababli kelib chiqqan iqtisodiy krizisga hukumat jiddiy iqtisodiy qisqartish tadbiri qo'llanishga majbur bo'ldi. Lekin ishchilar to'planma keltirib chiqarib qolmay, yana jamiyatdagi Polsha kompartiya hukmronlariga bo'lgan qalduq hurmatlash tuyg'usini mo vayron qildi. Jamiyatdagi har qaysi cho'ng sinflar kommunizm hamda jamiyatning ilgarilishiga vakillik qila olmaydi deb qardi. Dehqonlar kollektivlashtirishning dardini yetkichi tortgan bo'lg'achqa hukumatni o'sh ko'ratdi. 40-yillarning o'ttirsidagi yer islohotining hech qanday foydasi tegmadi. Turalg'u uyning uzun muddat qis, mulozimat sufati tuvan bo'lib, hatto eng asosiy turmush lozimatliklarini setib olishga ilojsiz o'chratib turadi. Ochliq bahsi uzluksiz o'sdi. Shahar ommasi jafo mushaqqatni yetkichi tortdi. Kompartiya uzundan buyon o'zining ma'rif tuzilmasidan faxrlanib kelgan. Ular hamisha hozir bilan urushdan ilgirki Polshaning ahvolini selishtirish orqali xo'shal bo'lishidi. Lekin ma'rif tuzilmasimi jamiyatni ilgari surish rolini joriy qildira olmadi. Polsha sotsiologiya jamiyati yig'iniga sunilgan hamda 1987-yili 6-oyning 1-kuni maxfiy jurnal irodada e'lon qilingan tadqiqot dokladida olg'a bosolmagan mushundaq ahvollar xotirlangan. Poznanlik sotsiolog Jerzy Krzyzlewski ta'minlagan urushdan ilgirki va keyingi ishchilarning ahvolini selishtirish kishiga cho'nqur ta'sir qoldirdi. U ta'minlagan sonliq ma'lumotlar garchi hozirgi tuzum haqiqatan sotsialistik tuzum bo'lmasimi, ammo Polsha xalqi Cumhuriyetining ishchilarining madaniyat saviyasi faqat 2 qatimliq dunyo urushi oraliqidagi Polsha ishchilarining madaniyat darajasiga barobar yoki to'van turdiganligini ifodalab berdi. Texmi ig'ir bo'g'ini Polsha ishchilarining madaniyat ahvoli navbatdagi Yevropa davlatlarida eng nachar, 3-dunyo ellardagi ishchilarning ahvoli bilan o'xshash saviyada turmoqda. Kishilar hayronlik bilan shuni bayqidiki, garchi ishchilarning ballarning davlat universitetlariga kirish nisbati sal o'rlagan bo'lsa-mu, ya'ni urushdan ilgirki o'quvchilar umum sonining 25%ni egillagan. Ammo bu jihatda to'pisi eng cho'ng bo'lg'ini Katolik diniy jamiyati universiteti bo'lib, ko'p qism o'quvchilar ishchilar oilasidan kelgan. Kishilar o'zlarining huquq manfaatlarining tortib olinganligini umumyuzlik his qildi. Ular siyosiyga qatnashishni talab qildi. Texmi keng ijtimoiy ittifoqlikni his qilib baxti. Yuqorqi ahvollarga qarta 1981-yili 12-oyda yurgizilgan harbiy boshqarish tuzumi ilojsiz qoldi. Ayni chog'da yangi milliy ong shakllanib bo'lgan edi. Bu xil milliy ong Sovet ittifoqi yo'lab turg'izib, hokimiyat yo'qotishga uringan milliy an'ana va tarixiy aslama bilan xalq ommasining dunyo qarshini bir gavdalashtirdi. İttifaqlaşqan işçilar uyushmasi oshkora mavjud bo'lib turib, gullangan mezgilda kishilarga qoldirgan o'lmas mirosi dal haqiqiy milliy aloylikni asliga keltirib, Polshaning siyosiy qiyofatini o'zgartgan edi. Harbiy boshqarish tuzumini yo'lga qo'yganlikdan ilgirki siyosiy tuzilma davomlasha olmadi. Ammo ittifoqlashgan ishchilar uyushmasi Polshaning ma'naviy jihatda o'zini azod qilishini tezlatdi. Garchi ilgirki tuzum yanada davomlashgan bo'lsa-mu, ammo siyosiy tuzilmaga shuningdan boshlab butunlay o'xshamagan mazmun qaytildi. Harbiy boshqarish tuzilmasi faqat yuzaki holda ittifoqlashgan ishchilar uyushmasining tashkilotini yo'qotdi va pastoralidi. Ammo allaqachon shakllanib bo'lgan siyosiy sarxillarning
qət ko'tarishini to'sashga amalsız edi. Gerçi bu yeni siyasi turmuş tex bütünlay aşkar halda sahnaga chiqmagan bo'lsa-mu, ammo ular bilan aloqador haqiqiy siyasi turmushning asliga kelishini to'sab qilishga amalsız edi. Davamı var.